bugun sizlar bilan birga sarpamga olgan kosmetikalarimni obzorini qilamiz. Lekin kimdir mendan shaxsiy fikrimni so'raydigan bo'lsa, bu narsalar menimcha sarpaga yetib bormaydi, chunki o'sha yarmini ozginasini ishlatib ko'rdim. 3 yildan beri tug'ilgan kunimdagi wish listlarga aynan mana shu narsani yozaman, lekin menga hech kim podarka qilmagandan keyin oxir oqibat o'zim sotib olishga majbur bo'ldim. O'zini shunaqa sumchkasi ham bor ekan, kakras kimdir tug'ilgan kuni bo'lganda sumchkasini podarka qilsam bo'ladi. Ha ha ha. Shunaqa paxmoqqina, qarayli tuki chiqmaydi. Mana qattiq tortaman. Islari bor! Istadi, bo'lmasa yo'q. Bor bo'lsa iltimos yo'q deb turinglar. Xursand bo'ling bitta. Keyingisi esa Sephora'da shunaqa lipon bola. Buni уже ochib qo'yib bo'ldim va ichida sizlarga nima borligini hozir ko'rsatib beraman. Qaranglar, ichida. Bularning hammasini rangi o'zimga o'xshagan shokolad rang, chunki menda faqat rozovoy qizillar bor edi, lekin shokolad rang bo'lmas edi. Va shuning uchun men shularni o'zimga zakaz qildim. Men buni уже ishlatib bo'ldim. Keyingisi Lancome'dan. Buni ham уже ishlatib bo'ldim. Bunisini ham ishlatib ko'rib bo'ldim. Bundan chiqdi, bu sepamga emas, o'zimga ishlatishga. Ha, nima, sizlarda hammanglarda shunaqa fiksator bo'lar ekan, menda bo'lmasa kammi? Men ham makiyajimni beton qilib yurishga oldim. Agar sizlarga sarpachamga nima olganim qiziq bo'ladigan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying va kommentariyada ikkinchi qism deb yozishni unutmang.